Bugun sizlar bilan men o'qigan kitoblarni 10 dan 10 gacha baholaymiz. Birinchi kitob Muhabbat masofasi. Buni kinosini ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bunga 10 dan 10 qo'yaman. Ikkinchi kitob Ehromlar qiz Laylo, Omina Shenikovaning kitobi. Bu ham 10 dan 10, вообще super kitob. Omina Shenikovaning yana bitta kitobi. 2 martalab o'qiganman bu kitobni, juda ham zo'r. 10 dan 10 qo'yaman. Bu maktab kutubxonasidan Adajonim bergan pullarga sotib olgan kitobim. Bu kitob kinosi ham bor. Bu kitobga ham 10 dan 10 beraman. Super. Sotib olganimdan keyin naqd 3 yil ichida o'qigan kitobim. Bu ham cho'tka kitob ekan, lekin oldinroq o'qimaganimga to'g'risi afsuslandim. 10 dan 10. Bu uchala kitob ham prosta super maza qilib o'qiganman. Uchalasiga ham 10 dan 10 qo'yaman. 2025-yilda trend kitob bo'lgan Yashamoq kitobi menda ham bor. Bu kitobni yig'lab o'qiganman. Menga juda ham yoqqan. 10 dan 100 qo'yaman bu kitobga. Juda ham yaxshi kitob. Va 2026-yil fevral oyida sotib olgan 3 ta kitobim Binafsha shu'lasi, Sen bir men o'zga olam va Laylo kitoblari. Uchalasi ham juda ham zo'r kitoblar. Eng yoqqani Binafsha shu'lasi bo'ldi. Uchala kitobga ham 10 dan 1000 baho qo'ygan bo'lardim. O'qishga arziydi. To'g'rimi? Nima deysizlar? Endi yana o'qimoqchi bo'lgan kitoblar ro'yxatini tuzib yuribman va men o'qimagan kitoblarim ham bor. Shu ikkalasi bularni sotib olganman, lekin to'g'risi o'qishga vaqt topolmadimmi yoki qiziqmaganmanmi, shu ikkalasiga hali yetib borolganim yo'q. Lekin bularga ham 10 dan 10 qo'yaman. Umuman olganda hamma kitoblarimga 10 dan 10 qo'yaman, chunki bu kitoblarni hammasini o'zim tanlab olganman. Menimcha bu kitoblarni gapirmasam ham bo'ladi. Menda yana bitta kaktuslar ham gullaydi degani bor edi. Bu uchala kitobga 10 dan 5 qo'ysam ham bo'ladi, chunki bu kitoblarni ma'nosini umuman tushunmaganman.